Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, do'stu birodarlar, opa, singillarimiz. Sog'misizlar, omonmisizlar? Yana bir navbatdagi obyektimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumanida joylashgan. Ko'rib turganlaringdek, xudo xolasa ushbu obyektimizga gibkiy kameralarimizni fasad qismiga yopishtiramiz. Oldin emotsiya bo'lgandi, mana jicha joy qolgan. Xudo xolasa emotsiyalarni shilib tashlab, kafennikilarni bir qator tortib olganmiz. Ertadan ushbu fasadimizga gibkiy kameralarimizni yopishtirishni boshlaymiz. Gibkiy kameralarimizni ham olib kelganmiz Bog'dod shahriga. Xudo xolasa ushbu obyektimizga yopishtirishni boshlaganimizda cho'tka video qilib sizlar bilan bo'lishaman do'stlar. Bizdan uzoqlashmanglar. Gibkiy kameraga qiziquvchilar ekrandagi chiqib turgan raqamlarga murojaat qilishlari mumkin. Qo'ldan kelgancha to'liq ma'lumotni berib o'tamiz. Qiziqqanlar Bog'dodda kelib ko'rishlari mumkin. Yana undan tashqari obyektlarimiz ko'p. Do'stlar, bizdan uzoqlashmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.